Aka, musulmon odamman alhamdulillah. Hech qachon dinimga nisbatan menda shak shubha bo'lmagan. Bu hali hammasi emas. 22 yilda 7,5 yili uyquga ketyapti, to'g'rimi? 3dan 1 qismi. Undan tashqari ovqatlanishga ketyapti. 5 yil, 1,5 yil tualetga ketyapti. Jami 14 yil ketyapti, to'g'rimi? Demak, Muhammadni hissasi 8 yil qolyapti. Endi qarang, 5 vaqt to'xtovsiz namozni kanda qilmasdan o'qigan. Bir vaqtni o'qish va endi u Muhammad Qur'on oyatlarini zamsura qilib o'qigan. Tushunyapsizmi? Qur'onni haligisini oyatlaridan zamsura qilib o'qigan 20 minut atrofida ketadi buning uchun. Chunki siz bu masalan boshqa musulmonlardek oddiy Kavsar-pavsarni o'qimaydi tagini, Qur'onni ochib, undan zamsura o'qiydi. Demak, 20 minut ketadi. Har bir vaqtiga, 5 vaqtga endi 100 minutcha atrofi vaqt ketadi. 1,5 soat kuniga qarang. Undan tashqari 50 rakat nafl o'qigan. Naflni ko'p o'qirdi deydi, ya'ni 5 vaqtdan bekor payt. Bu sizga 1 million haligi hadisni rivoyat qilish, bu hayotida shuncha bo'lib o'tgan narsalarni gapirib berish uchun bu umri yetmaydi-yu, bunchaga qanday qilib bunday bo'lishi mumkin?